Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi tarozlarimiz fura tarozi, ya'ni platformalari yasalyapti. Har bitta platformasi enaga 290, uzunligi 4 metrdan bo'ladi. 4tasi 16 metrlik. 2ta 16 metrlik zagasimiz bordi, shularni qilyapmiz. Ko'rib turganlaringdek rama qismi 22 lik oktabr. Mana yangi materialdan ishlatiladi. Erondan keladi materiallarimiz. Ustiga 8 li list qo'yiladi. Mana listlarimiz ham yangi. Bu ham Eronniki. Bu tarozlarimizni metri $900 dan chiqadi. Deylik, nargilarimiz mana uchtasi 6 metrdan bo'ladi bular. Biz 53 kamazgacha bo'lgan tarozlarimiz 6 metrli bo'ladi. Undan keyingilari 8 metr, 12 metr, 16 metr, 18, 24 metrgacha ketaveradi. Kimgadir shunaqa tarozlar yasash xizmati kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bizni manzil Namangan viloyati hokimi Turkiya tarozlar yasash xizmati. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.